Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli Dorozlar kanali obunachilari va navbatdagi Dorozlarimiz bitib chiqdi. Hop, men bir qator Avzon qishlog'ida o'zim tanishtirib o'tkazsam, Ilhomjon ismim, Namangan viloyati Jidatepa qishlog'ida ish yuritaman. Endi bir qator Avzon qilib o'tkazsam, bu yangicha fasonimiz, yangi chiqqan fasonlardan biri. Bu fasonimizga ishlatilgan materiallar, yo'llari 8 ga 6, taglari shivellerda, ichki to'qima profillari 6 ga 4 da bo'lgan. Hop, buni pesh burunlari 3 ga 2, 1 stenkada, 2 ga 1lari 1 stenkada bo'lgan. Listlarimiz buruch listligidan bo'lgan. Hop, bularni hashamatli ko'rinib turish uchun gold nejdivikalardan foydalanib qo'yib qo'yganmiz. Hop, tepalarni havo aylantirish uchun lazer qismidan foydalanib qo'yganmiz. Bu dorozamizning kvadrat metri 600 ming so'mga razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa, olib borib o'rnatib beramiz. Yangi tayyorlab berishimiz 700 ming so'mdan bo'ladi kvadrat metri. Bu razmerlarimiz 3 ga 3,5 bo'lgan. Bu yoqda aksiya dorozalarimiz bor. Oxirida tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda yangicha fasonlarimiz tayyorlab qo'yganmiz. Uyimizni ko'rkiga ko'rk qo'yish uchun degan hamyurtlarimiz uchun Samarqand fasonlaridan foydalanib chiqarib qo'ydik. Mana bularga ishlatilgan materiallardan bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Yo'llari 10 ga 5, biri 7lik stenkada bo'lgan, taglari 10 ga 5lik shivellarda ishlatilgan. Bularga ishlatilgan materiallar ichki to'qima profillari 8lik stenada bo'lgan. Ichki to'qima 2-2lari 1-2lik stenada bo'lgan. Bu 2 qavatli variantimiz. Birinchi qavat 1-8lik lista bo'lgan, ikkinchi qavatimiz 1-3lik lista bo'lgan. Shumkali variantda bo'lgan. Hashamatli ko'rinib turish uchun element gullardan foydalanib qo'yganmiz va 30 sentdan nalishga qismi qo'yib qo'yganmiz. Yo'llar ikki yoniga 30 dan 60, tepaga 40 sent nalishga qo'yib qo'yganmiz. Bu razmerimiz 3,5 ga 3,5 bo'lgan. Bu razmerining kvadrat metri 1,2 ming so'mdan boshlanib 1,6 ming so'mgacha chiqadi. Agar zakaz berib yasatadigan bo'lsanglar 1,250 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. Bu aksiya dorozamiz. Kvadrat metr 1,2 ming so'mdan joyingizga tushib qoladigan bo'lsa, 12 viloyat bo'ylab dastlabki ustunovga o'rnatib berish xizmatlari ichida olib borib o'rnatib beramiz. Navbatdagi dorozamiz taraq fasoni ham deyish. Bu navbatdagi dorozamiz. Bu dorozamiz taraq fasoni ham deyishadi. Soqqali fason ham deyishadi. Bu fason hashamatli skromniy variantda chiqqan fasonimizdan biri. Yon stoykalari 10 ga 5lik 1-8lik stenkada bo'lgan, taglari shivellarda ishlatilgan. Ichki to'qima profillari 1-7lik stenada bo'lgan, 2 qavatli variantda chiqqan bu fasonimiz shumkali bo'lib, bularga ishlatilgan materiallar ruchkalariga 4 ga 2, 1-5likda qilingan, 2-2larimiz 1-3likda bo'lgan. Chiroyli ko'rinib, havo aylanib turish uchun tepalar lazer qismlaridan foydalanib qo'yganmiz. Razmerlari 3,5 ga 3,5 bo'lgan. Shu razmerga tushib qoladigan bo'lsa 1,1 ming so'mdan joyingizga olib borib o'rnatib beramiz. Yangi tayyorlab berishimiz 1,2 ming so'mdan chiqadi. Shumkali variantda bo'lib chiqadi. Navbatdagi dorozamiz Afsona fason. Hashamatli fasonimizdan biri. Bular ishlatilgan materiallardan bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Yon stoykalari 10 ga 5lik 1-8lik variantda, taglari shivellarda. Ichki listlarimiz 1-8lik listda, 2 qavatli variantda chiqqan, shumkali variant. Tayl taraq qilib to'qigan profillarimiz 2-2larimiz 1-1likda chiqqan. Ruchkalarimiz 1-3likda chiqqan. Bu fasonimizning kvadrat metri 1,3 ming so'mdan boshlanib chiqadi. Razmerlari 380 ga 3,5 bo'lgan. Agar shu razmerga tushib qoladigan bo'lsa 1,2 ming so'mdan joyingizga olib borib o'rnatib ustonovka qilib beramiz. Aksiya dorozalariga yetib keldik. Bu dorozalarimiz kvadrat metri yangi tayyorlab berishimiz 600 ming so'mdan boshlanadi. Bu aksiya qilib chiqarib qo'ydik 500 ming so'mdan ikkala dorozamiz kvadrat metrini. Razmerlari 3 ga 3,5 bo'lgan bittasi 320 ga 3 bo'lgan. Bundan razmeri ham 3 ga 3 bo'lgan ekan. Bunga ishlatilgan materiallar 8 ga 6 yo'llari 1-7likda bo'lgan, taglari shivellarda bo'lgan. Ichki to'qima profillari 1-2likda bo'lgan, 6 ga 4 bo'lgan. Listlarimiz 1-3likda qalinda bo'lgan, o'rta pesh burunlarimiz 1-2likda bo'lgan. Agar razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Zohiga kelishilgan narxda olib borib o'rnatib beramiz. Bunga ham ishlatilgan materiallar bir qator tanishtirib o'tkazsam, buni ham materiallar 3 nafa 8 ga 6, 1-7likda, taglari 8 shivellarda, o'rta 5 burunlari 3 ga 2, 1-2likda, 2 ga 1larimiz 1likda bo'lgan. Ichki to'qima profillarimiz 1-2likda, 6 ga 4 da bo'lgan. Listlarimiz qalin full variantda 1-3likda chiqqan. Bu havo aylanib turish uchun, ochiq bo'lish uchun tepalar lazer qismlaridan foydalanib qo'yganmiz.
Agar yoqqan bo'lsa, razmerga tushib qoladigan bo'lsa, shu 500 ming so'mdan joyingizga borib o'rnatib beramiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bitta like unutmanglar.